Homiladorlikda mumkin va mumkin emas. Massaj albatta homiladorlikda mumkin, faqat bel va dumg'aza sohalaringizga massaj mumkin emas. Ayniqsa massajni og'riqli turlari aslo homiladorlikda mumkin emas. Sport turlari shug'ullanishingiz mumkin. Agar homiladorlikgacha muntazam shug'ullanib turgan bo'lsangiz, homiladorlik davrida endi boshlamoqchi bo'lsangiz, avval vrachingiz bilan maslahatlashganingiz ma'qul. Basseyn albatta mumkin. Homilani rivojlanishga va o'zingizga katta yordam beradi. Yoga mumkin, faqat yengil tarzdagi mashqlar, bosh pastda bo'lgan yoga turlari homiladorlikda taqiqlanadi. Kosmetologiya, ukol variantlari mumkin emas. Kistka va piling qarshi emasmiz. Stomatologiya ikkinchi trimestrdan mumkin, faqat yiringli holatlarda homila haftasiga qaramagan holda davolanishga majbursiz. Shugaring va voskli epilyatsiya mumkin. Lazerli epilyatsiya homiladorlik vaqtida mumkin emas. Homiladorlikni rejalashtirayotgan bo'lsangiz yoki homilador bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling.